Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündilik xəvərlər pirugrammisiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 6-oyning 29-kuni seshanba. Hammalarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar bugungi xəvərlər pirugrammimizning tafsilotida bo'lsin. 21 iyun Janvada boshlangan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeshining 47. navbatlik yig'ini Uyg'urlarga hissdoshlik qilayotgan demokratik davlatlar bilan Xitoyni qo'llaydigan g'ayri-demokratik davlatlar o'rtasidagi bir maydon keskin kurashga sahna bo'lgan edi. Mazkur yig'inning 28 iyun kuni Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy qirg'inchilikning oldini olish ishxonasi tarafidan o'tkazilgan bo'limida so'z qilgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim bilan Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatıdagi vakili o'rtasida yana bir maydon keskin talash-tortish yuz berdi. Bu qitimqi yig'inda qisqa so'z qilish salohiyatiga erishgan Dolqun Aysa apandi Amdulla nutqini boshlab turishiga Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatıdagi vakili darhol Dolqun Aysa apandimning so'zini adabsizlarcha bo'lib, uning bayonlarining Birleşken Devletler Teşkilatıning prinsiplariga tamoman xilof ekanligini ilgari surdi va yig'in riyosatchisidan Dolqun Aysaning so'zlash huquqini darhol amaldan qoldirishini talab qildi. Yig'in riyosatchisi Xitoy vakiliga raddiya qaytarib, Dolqun Aysa apandimning so'zlarining Birleşken Devletler Teşkilatıning hech bir qoida prinsipiga xilof emasligini ta'kidlab, Dolqun Aysa apandimdan so'zini davomlashtirishni talab qildi. Dolqun Aysa apandim so'zini davomlashtirayotganda Xitoy vakili yana qayta qo'pollik bilan uning so'zini bo'lib, yuqorqidek biljirlashni qayta takrorladi. Xitoy vakilining bu xil o'ktamligi va adabsizligi yig'in riyosatchisining va yig'in ahlining qattiq o'g'isini qaynatdi. Dolqun Aysa apandi Xitoy vakiliga parvo qilmay qisqa nutqini muvaffaqiyatli holda oxirlashtirdi. Dolqun Aysa apandi qilgan so'zida Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy qirg'inchilikning oldini olish ishxonasining asosliq vazifasining oldin ogohlantiruvchi mexanizmlarni qo'llash orqali zo'ravonlik xavfiga duch kelayotgan insonlarni qo'g'lash uchun unumli tadbir qo'llanish ekanligini xotirlatib o'tish bilan birga, yaqinqi yillardan buyon Xitoy Xalq Jumhuriyatining Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata og'ir jinoyat sodir qilayotganligini, dunyo jamoatchiligining millionlagan Uyg'urning jazo lagerlariga qamalganligiga, majburiy emgakka selinayotganligiga, madaniyatining vayron qilinayotganligiga, diniy ibodat o'rinlarining buzg'unchilikka uchrayotganligiga, Uyg'ur tilining cheklanib, oilalarning bir-biridan ayirib etilganligiga, Uyg'ur ayollarining majburiy tug'mas qildirayotganligiga va Uyg'urlarning yuqori texnikalik nazorat qilish va bostirishga uchrayotganligiga shohid bo'layotganligini ta'kidlab o'tdi. Dolqun Aysa apandi so'zida yana Londondagi Uyg'ur sud kollegiyasining bu vaqtda shohidlarning guvohligini va mutaxassislarning qarashlarini anglab o'tganligini, chet ellik ko'plagan mutaxassis va tadqiqotchilarning Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligi haqida o'rtaq qarashga kelganligini, hozirga qadar 6 davlat parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib, maxsus qaror qabul qilganligini eskartib o'tish bilan birga, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Oliy komissarligini bu jihatda unumli tadbir qo'llanib, kuchli bir kuzatish sistemasi qurib chiqib, Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan qo'rqinchli xavfni to'sib qilish uchun amaliy harakatga o'tishga chaqirdi. 22 iyun kuni Kanadaning Birleşken Devletler Teşkilatı'da turishliq bosh elchisi Leslie Nortonning boshlamchiligida 44 davlat birlashma bayonot e'lon qilib, Birleşken Devletler Teşkilatı'dan Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan og'ir bostirishini tekshirish uchun mustaqil bir o'mak avatishni talab qilgan. Shu kunli Xitoyparast Belorussiya, Iran, Suriya, Shimoliy Koreya, Rossiya qatorliq 64 davlatning nomida birlashma bayonot e'lon qilib, Hong Kong, Sharq Turkiston va Tibet masalasining Xitoyning ichki ishi ekanligini ilgari surgan edi. G'arb matbuotlarida ko'rsatilishicha, bir qancha kundan buyon Birleşken Devletler Teşkilatı yig'inida Uyg'urlar masalasi tufaylidan davom qilayotgan diplomatik majroga bevosita ishtirok qilgan davlatlarning soni 100 dan oshib ketgan. 2019 yili 22 davlatning Birleşken Devletler Teşkilatı'da turishliq bosh elchilari Uyg'urlar masalasida Xitoyni ayblab birlashma bayonot e'lon qilgan bo'lsa, bu qitim ularning soni bir hassa ko'payib 44 davlatga yetgan. Xitoy Kompartiyasi qurilganligining 100-yilligi munosabati bilan bugun, ya'ni 29 iyun tushdan burun Xitoy Kommunistik partiyasi markaziy komiteti Xitoyning butun yuqori darajalik rahbarlarining qatnashishi bilan Beijingda hashamatlik marosim o'tkazib, Xitoy bo'yicha Xitoy Kommunistik partiyasiga bo'lgan sadoqati va ko'rsatgan tuhfasi eng yuksak bo'lgan 29 nafar shaxsga 1-iyul medali taqdim qildi. Butun Xitoydagi 90 milliondan ortiq kompartiya a'zosining ichidan tanlab chiqilgan va Xitoy kompartiyasining eng yuksak sharaf medali hisoblangan 1-iyul medaliga erishgan bu 29 shaxsning ichida G'ulji noyasi Vanyer yesi Bolokay kantining partikum sekretari Mamatjon Umar ismli bir Uyg'urning o'rin elishi butun Xitoy matbuotlarining eng qiziq temasiga aylandi. Harbiy murosim bilan Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinpingning qo'lidan 1-iyul medalini topshirib olgan Mamatjon Umarning ish izlari haqida Xitoy hukumati tomonidan berilgan izohatda aynan mundoq deyilgan. Mamatjon Umar, Uyg'ur, Xinjiangning G'ulji nohiyasidan. U 1973-yili 7-oyda kompartiyaga a'zo bo'lib kirgan. U bayroqi ro'shan holda 3 xil kuchlarga qarshi qat'iy kurash qilgan namunachi.
Mehmetcan Ömer G'ulji noyasi Dunya yesi Bolikay kentiga partikum sekretari bo'lgan 30 necha yildan buyon kanatda bir qitimli zo'ravonlik va terrorlik voqeasi yuz bermagan. U Millatlar Ittifoqi bo'yicha bir oila yoritish faoliyatini aktiv qanot yaydirib, kentda davlat tilida yasli qurish va davlat tili bilan davlat yezigini umumlashtirib, Millatlar Ittifoqining taraqqiyoti uchun zo'r tuhfa qo'yish orqali ilgari keyin bo'lib mamlakat bo'yicha munavvar kompartiya a'zosi va mamlakatlik amgak namunasi bo'lib baholangan. Xitoy hukumatining yuqorqi baholaridan bu qitim Xitoy kompartiyasining eng oliy sharaf medaliga erishgan Mehmetcan Ömer ismli bu shaxsning qandoq bir inson bo'lganligini va Xitoy kompartiyasining uni bunchavola azlab ketishining sababini tushunib yetish tas emas. Chunki o'z xalqi bilan dushmanlashgan va o'z xalqining milliy manfaatlariga osiylik qilgan har qanday bir Uyg'ur Xitoy kompartiyasi uchun tepilg'usiz bir guhar va bir azizdir. Xitoy matbuotlarida ko'rsatilishicha 1-iyul medaliga erishgan 29 nafar shaxs murosim zaliga soqchi va askarlarning muhofazat qilishi bilan ilib kelingan bo'lib, hozirga qadar Xitoyda bundoq dog'dug'liq va hashamatlik mukofot tarqitish murosimi bo'lib boqmagan. Atigandan buyon Mehmetcan Ömer ismli bu Uyg'ur butun Xitoy matbuotlarining bas-basda talashib ziyorat qiladigan eng asosli mashhur shaxslarning biriga aylanib qoldi. Washington kuzatuvchisi gazetining xabar qilishicha Xitoy kompartiyasi qurilganligining 100-yillik harpisida Amerika Avam palata a'zolari bu vaqtda maxsus qaror loyihasi sunib, Xitoy kompartiyasining 100-yillik kishilik huquq tafsandichiligini tanqid qilgan. Mazkur loyihani Cumhuriyetçi Avam palata a'zosi Mike Kelliger tayyorlagan bo'lib, bu loyiha Avam palatasidagi Cumhuriyetçi va demokratlarning qo'llashiga erishgan. Bu yil 7-oyning 1-kuni bo'lsa 90 milliondan ortiq a'zosi bo'lgan va dunyodagi eng zo'r qora guruh deb atalgan Xitoy kompartiyasi qurilganligining 100-yilligi bo'lib, bu munosabat bilan Xitoy hokimiyati navbatda ishki tashqi jihatda keng doirada tabriklash faoliyatlarini qanot yoydirib kelmoqda. Amerika Avam palata a'zolari tomonidan sunilgan qaror loyihasida Xitoy kompartiyasining o'tgan asrda izchil asosli kishilik huquqiga xiloflik qilib, o'z xalqiga vahshiylik qilib kelganligi, uning kashmishining bostirish, qiyin qistoq, keng ko'lamli qamash va irqiy qirg'inchilik kashmishi ekanligi ta'kidlangan. Qaror loyihasida Xitoy kompartiyasining 1940-yillardagi yer islohotida 2-3 milliondek odamni o'ldirganligi, Xitoy ozodlik armiyasining 1949-yili Sovet ittifoqining yordamida Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligi, 1951-yili Tibetni qo'shib olganligi, uning yana 3 ga qarshi, 5 ga qarshi, cho'ng sakrab ilgirlash, ocharchilik, madaniyat inqilobi, planliq tug'ut, Tiananmen voqeasi, Falun Gongchilarni bostirishda 10 millionlagan kishining o'lishi, qo'lga ilinishi, qiyin qistoqqa uchrashini keltirib chiqarganligi ta'kidlangan. Qaror loyihasida yana Xitoy kompartiyasining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarga qarata qo'rqinchli kishilik huquq tafsandichligi sodir qilganligi, 1 milliondan ortiq Uyg'urni qayta tarbiyalash lagerlariga qamab, ularni diniy va madaniyat an'analaridan voz kechishga majburlaganligi. Bu sababdan Amerikaning Xitoyni Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi deb qaraydiganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Dunya Uyg'ur Qurultiyi Xitoy kompartiyasi qurilgan 7-oyning 1-kuni bir asrlik besim haqida analiz nomli cho'ng tipdagi xalqaro muhokama yig'ini o'tkazishga hozirlanmoqda. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Ayza apandi bilan Markaziy Tibet hukumatining vakili Panpat Tesirning birlikda riyosatchilik qilishi bilan ingliz tilida o'tkaziladigan mazkur tur muhokama yig'ini 2 qismga bo'lingan bo'lib, birinchi qismida Dunya Uyg'ur Qurultiyi Xitoy ishlari komitetining mudiri Ilchat Hasan Ko'kböre, Janubiy Mongoliya, Hong Kong, Tibet, Tayvan va Xitoy demokratlarining vakillari doklad beradi. Yig'inning ikkinchi qismida bo'lsa Yevropa parlamentining a'zolaridan Raphael Glucksmann, Engin Eroglu, Belgiya parlamentining a'zosi Samuel Kogulati, Angliya parlamentining a'zolaridan Nusrat G'ani va Norman Bekir, Litva parlamentining a'zosi Dovili Sakalina qatorliq yuqori darajali siyosiy arboblar doklad beradi. New York vaqti gazetining xabar qilishicha Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken o'tgan hafta Fransiyaga qilgan ziyoratida Fransiya bilan Xitoy tahdidi to'g'risida fikr birligi hosil qilganligini bildirgan. Blinken mazkur gazetining ziyoratini qabul qilganda Fransiya bilan Amerika Xitoy boshchiligidagi dunyo tartibining cho'nqur g'ayri liberal mohiyatiga qarshi turishda oxiri o'xshash nuqtaga kelganligini aytgan Blinken mundaq degan: "Bizning maqsadimiz Xitoyni sirtda qoldirish yoki Xitoyni to'sish emas. Biroq erkin va ochiq xalqaro tartibni qo'g'dashga kelganda biz o'rnimizdan turamiz" degan. Blinkenning bildirishicha, u Fransiyada prezident Macron bilan ko'rishganda har ikki taraf Amerika bilan Fransiyaning Xitoy masalasida o'xshash bir sahifada ekanligini ilgari surgan. Yevropa birligiga a'zo Gollandiya, Belgiya, Chexiya va Litva parlamentlari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib, orqa-orqadan maxsus qarorlar qabul qilgan ahvol ostida yana o'zini Yevropa birligining boshlamchisi deb qarab kelgan Fransiyaning hozirga qadar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida sukut qilib turib olishi, Dunya Uyg'ur Qurultiyi va boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining izchil tanqidiga uchrab kelmoqda. Blinken 23-iyundan 29-iyungacha Yevropadagi Germaniya, Fransiya, Italiya, Vatikan qatorliq davlatlarni ziyorat qilgan bo'lib, u
23-iyun Germaniyada ziyoratda bo'lganda Germaniya hukumati va korxonalarga ogohlantirish berib, Sharqi Turkistondagi majburiy emgakdan manfaat olmasligi kerakligini aytgan. Lekin Berlinda ziyorat bo'layotgan dal 23-iyun kuni Germaniya parlamenti kishilik huquq va insonparvarlik komitetining mustabid Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan bostirish qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat deb qaror qabul qilishi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan edi. Mustabid Xitoy hokimiyati bütün ishki tashqi tashviqotlarda Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan bütün yerli xalqlarga Kompartiyaning g'amxo'rligida go'shmayga chilinib bayashatlik ichida baxtiyor yashayotganligini bo'lishiga tashviq qilayotgan bir paytda Xitoyning TikTok qatorliq ishki taratqularda tarqatilgan bu qisqa sin ko'rinishi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Sharqi Turkistonni ziyorat qilgan Xitoy sayohatchilar tarafidan ko'rinishga ilinib tarqatilganligi taxmin qilingan bu sin ko'rinishiga yurakni bak etishtirdi. Bir kapam non va bir yutum suv. Kun bo'yi ishlab charchagan bu odamning ko'rinishi kishining yuragini bakli etishtirdi degan so'zlar yozilgan. Dunya Uyghur Qurultiyi 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 12-yilligi munosabati bilan maxsus chaqiriqnoma e'lon qilib, chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarini, siyosiy faoliyatchilarimizni va keng avom xalqimizni Urumchi qirg'inchiligining 12-yilligini butun dunyo miqyosida keng ko'lamda xotirlash orqali kommunist Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkiston xalqi ustidan yurgizgan inson qelipidan chiqqan irqiy qirg'inchiligini, besim va zulm siyosatini, shundaqla vatan ichida jiddiy yo'qolish xavfiga duch kelayotgan xalqimizning yurak sadosini dunyo jamoatchiligiga texmi unumli va jonliq shaklda anlatishga chaqirdi. Dunya Uyghur Qurultiyining chaqiriqnomasida 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 12-yilligini xotirlash haqida Qurultiyi rahbarlik hay'ati tarafidan ilingan tuvandagida qarorlar ta'kidlab o'tildi. 1. Urumchi qirg'inchiligining 12-yilligi munosabati bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komitetiga, Yevropa va Amerika parlamentlariga, shundaqla har qaysi xalqaro kishilik huquq tashkilotlariga DUQ nomidan Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, zulm va besim siyosati fosh qilingan mazmunda norozilik maktubi yo'llanadi. 2. Har qaysi ellarda faoliyat ilib berayotgan tashkilotlarimiz va siyosiy faoliyatchilarimizning Urumchi qirg'inchiligining 12-yilligi munosabati bilan o'zdiri turishliq davlatlarning hukumat va parlamentlariga, shundaqla o'zdiri turishliq davlatlarda faoliyat ilib berayotgan har qaysi kishilik huquq tashkilotlari va ommaviy tashkilotlarga mustabid Xitoy hokimiyatining xalqimiz ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiliklari fosh qilingan norozilik maktubi yo'llashini iltimos qilamiz. 3. Urumchi qirg'inchiligining 12-yilligi munosabati bilan har qaysi tashkilot va jamoatlarimizning o'zlari turayotgan davlatlardagi turk islom tashkilotlarini, kishilik huquq tashkilotlarini va boshqa ommaviy guruhlarni safarbarlikka keltirib, ularning hamkorligi va qatnashishida bir tutash holda Xitoyga qarshi keng ko'lamli birlashma norozilik namoyishi uyushtirishini talab qilamiz. 4. Urumchi qirg'inchiligi yuz bergan 5-iyul kunidan 7-iyul kunigacha dunyoning har qaysi ellarida yashayotgan Uyg'urlar agar o'zi turishliq davlatlarning qonuni yo'l qo'ysa, uyining balkonlariga va mashinalariga birdek holda Sharqi Turkistonning oy-yulduzliq ko'k bayrog'ini qadashga tirishishi va bu orqali o'zlarining Xitoyga bo'lgan noroziliklarini bildirishi lozim. 5. Bütün Sharqi Turkiston tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilarimiz 5-iyul kunidan e'tiboran 3 kungacha o'zlari boshqarayotgan internet sahifalarini, ijtimoiy taratqularni qoraytishini va rangsiz shaklda davomlashtirishini talab qilamiz. 6. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan Urumchi qirg'inchiligi yuz bergan 7-oyning 5-kunidan boshlab bir haftagacha to'y-to'kin o'tkazmaslik, o'ltirish va turli shakldagi ko'ngil echish faoliyatlarini ilib bormaslik orqali o'zlarining 5-iyul shahidlarga bo'lgan ta'ziyasi va hurmatini izhor qilishni iltimos qilamiz. 7. DUQ diniy ishlar komitetining bir tutash tashkillashi ostida 5-iyul kuni dunyoning har qaysi ellarida bir tutash holda 5-iyul shahidlarini yod etish, ularning ruhi uchun nazar chiroq va duo tadbir faoliyatlarini uyushtirish lozim. Bo'libmi namoyish qilish imkoniyati bo'lmagan davlatlardagi tashkilotlarimiz va siyosiy faoliyatchilarimiz bu faoliyatga alohida ahamiyat berishi, hozirdan e'tiboran buning tayyorlik xizmatlarini jiddiy boshlashi lozim. 8. DUQ markaziy organi va DUQ tarkibidagi tashkilotlar o'zlari bilan yaqin munosabatda bo'lgan chet ellik jurnalist va muxbirlarni safarbarlikka keltirib, 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 12-yilligi munosabati bilan asosliq chet el matbuotlarida maxsus xabar maqolalar va huzurlarning e'lon qilinishini qo'lga keltirish, hozirdan boshlab ularni turli material manbalari bilan ta'minlashga kafolatlik qilish lozim. Hurmatli televizor ko'ruvchilar,
Yuqorida Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyesi kündəlik xəvərlər pirugrammısını diqqətinizə sunduk. Keyin qaytımlıq pirugrammimiz görüşəli. Görüşkəcə aman bolğaysızlar. Xeyir xoş.